Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik ustazlar ve qarindoshlar, hammalarning mush vaqt xayrlik bo'lsin. Allah subhanahu wa ta'ala har biringlarni dunyoning har qaysi joylarida xotirjam salomat qilsin. Har vaqt Allah subhanahu wa ta'ala o'zi rozi bo'ladigan, yaxshi ko'radigan amallarga muyassar qilsin. Bugungi darsimiz baxtlik hayotning 53 qoidasi degan darsning 4-qoida. 4-qoida o'zingiz uchun asri izi qoladigan ishni davomlashtiring. Tafsirshunos olimlarning peshvosi Ibn Jarir Tabari rahimahulloh 40 yil kitob yozdi. Har kuni 40 betdan yozadi. Agar biz 40 betni hajmi kichik kitob bo'lishga yaraydi deb qarasak, u kishi har kunida birdan kitob tayyor qilgan bo'ladi. Biz Abul Hasan Ash'arining ustozi, ilmi kalamchilarning peshvosi Qozi Abu Bakr ibn Baqillanining tarjimali qarab baqsak, bu kishi ilmi kalam to'g'risida ko'p so'zlagan va ko'p kitob yozgan kishidir. U kishi hayotida uzun muddat har kuni uxlashdan ilgari 20 bet bir narsa yozishni davomlashtirgan. U kishidan nurg'un kitoblar tarqalgan. İmam Navaviy rahimahullohning hayot musabisiga qaraydigan bo'lsak, u kishi faqat 45 yil yashagan. Ammo yozgan kitoblarini yashagan muddatiga nisbatlashtirganda, u kishining har kuni yozgan narsalarining ko'pligidan insonning aqli lol bo'ladi. Islom peshvosi Ibn Taymiya rahimahullohning qoldirib ketgan muallifatlariga qaraydigan bo'lsak, uning sirtda yozgan asarlaridan turmida yozgan kitoblari intayin ko'p. İmam Suyuti rahimahulloh oxirgi hayotini tamoman kitob ta'lif qilish, kitob yozishga sarf qilgan. U kishining kutubxonasininki bir darizasi Nil daryosiga qaraydigan bo'lib, bu darizini 40 yilgacha ochmagan. Sababi daryo manzarasiga maftun bo'lib, vaqtim ketib qoladi deb shuningdan ansirgan. Yaqinqi zamonda o'tgan ustozlarning hayotiga nazar soladigan bo'lsak-mu, ularning ulgulik ish izlari intayin ko'p. 1993-yili Qog'liqda vafot bo'lgan peshqadam ustoz Abdulhakim Maqsumhajim turmadan chiqib 1981-yildan boshlab vafot bo'lg'uchi bo'lgan orliqdagi xizmatlarga qaraydigan bo'lsak, u xizmatni hozir chet ellarda yashayotgan boshqa millat olimlaridan necha 10 kishi birlashib qilsa-mu qilib bo'la olmaydi. Ustoz o'zi yolg'iz dars o'gitish, da'vat qilish, ta'lim tarbiya, jamoat ishlari, kasal yo'qlash, ölüm yetim, nazir chiroq, to'y to'kun, hatto boshqa yurtdagi olim ulamolarni ziyorat qilish, ular bilan fikr birligi hosil qilish, millatning kelajagi uchun nima ish qilish to'g'risida izlanish qatorliq dinga, millatga aloqador bo'lgan va inondan boshqa har qanday jamoat yig'iladigan so'rovlarni qo'ldan bermaydigan, har bir o'rinda shuningga muvofiq usulda kishilarga da'vat ilib boradigan, qisqagina 10 yillik hayotida nurg'un kishilar birlikda qila olmaydigan namunalik natijalarni qo'lga keltirgan. Shuningdek, 2016-yili 12-oyda Istanbulda vafot bo'lgan ustoz Abdulhakimxon Maqsumhajimmi 1996-yili chet elga chiqqandan boshlab 2016-yili vafot bo'lg'uchi bo'lgan orliqda Uyg'ur millati uchun siyosiy, ijtimoiy, ilmiy, ta'lim tarbiya, birlik, ittifoqlik va bundan boshqa sohalardami alohida natijalarni qo'lga keltirgan. Chet elda yashagan hayoti bilan qilgan xizmatlarini nisbatlashtirganda ustozning vaqtdan naqadar unumli foydalanganligi namoyanda bo'ladi. Qarindishim, uyqungizni iching. Allah Taala boshqalarga ato qilmagan va muvaffaq qilmagan alohidalikni sizga ato qildi. Sizni uningga muvaffaq qildi. Bu hargizmi sizning ortiqchiligingiz emas, balki Allah Taalaning sizga qilgan fazli ihsonidir. Siz boshqalarga nisbatan o'zingizni nihoyat yaxshi bilasiz. Bilim saviyangiz, boshqalarga qanchalik manfaat yetkazadiganligingiz, ilm saviyangiz nimaga moyil bo'lganligingiz,
yüzlədişiniz, qıla alaydigan xizmetiniz və qolğa keltirdigan nəticənizni siz başqalardan yaxşı düşünürsüz. Kişilərning tapa-tənlərə parvo qilmang. Məsxira zanglik qilishlarni nazarga almang. Xizmetingizni davom qiling. Yaqinda dunyodan ketisiz. Nima taqdim qildingiz, buningga qarang. Başqalarga taqdim qiladigan bir narsa yo'q, kishiga qiyinchilik yo'q. Lekin qiyinchilik o'zida qobiliyat bor, imkoniyat bor. Ammo e'tiborsiz dalil, sivati to'xtamaydigan uzrlarni ko'rsatib, o'tgan vaqtiga afsuslanmay, o'limga yuzlangan kishiga bo'ladi. O insonning hayotining yarmi tugidi. Yana qanchalik yashaydi? Ati emas, balki hozirdan boshlang. Yangi sahifa iching. Bor bo'lganni taqdim qiling. Maslahat so'rang, istixor qiling, taqdim qiling, olg'a ilgirlang. İnsan kesse uning asari qoladi. Charchash unutiladi, garchi sahibi charchisimi. Faqat o'tgan haftadagi ishlarni eslab baqing. Sizda shu haftada charchashning ta'siri qoldimi? O'tgan haftadagi uyqusizlik hozirmi sizni charchitayotgandi? Uning hammasi ketadi. Faqat yozgan kitob, tayyor qilgan maqola, tahsil qilgan ovoz va so'zlagan nutqlaringiz qoladi. Qalamning yozgan siri quvvati oshadi. Asli tush qobiliyat ko'p yod qilgancha ziyoda bo'ladi. Siz biladigan, yeshi siz bilan teng, ilmiy saviyasi siz bilan barobar, siz bilan o'xshash muhitda yashagan kishi millatiga, diniga nima xizmat qildi? Bu shakldagi savollarga faqat siz javob bera olasiz. Biz siz uchun Allohdan sizni to'g'ri yo'lga muvaffaq qilishni tilab duo qilamiz. Olg'a ilgirlang. Vafot bo'lgandan keyin kishilarga foydasi yetadigan iz namunalarni qoldiring. Allah subhanahu va taolo hammalarni hayotimizda dinimiz uchun, millatimiz uchun, xalqimiz uchun iz namuna qiladigan ulgulik yaxshi amallarni qilishga muyassar qilsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.